Assalomu alaykum o'quvchilar. Demak, biz allaqachon 7-darsimizga yetib keldik. And today's lesson bizda present simple, daily routine va habitlar haqida gapirishni o'rganar ekanmiz. Demak, present simple bu bizda birinchi o'tiladigan zamon hisoblanadi. Demak, present simple is one of the most commonly used tenses in English. Demak, juda ham ko'p qo'llaniladigan zamonlardan biri bu. Bizda present simple most commonly used tense, ya'ni zamon hisoblanar ekan. We use it to describe daily routines, habits, general truths and facts. Demak, biz present simple'ni daily rutinalar, kunlik rutinalar, turli odatlar, umumiy ishoniladigan narsalar va faktlarni gapirish uchun ishlatar ekanmiz. When do we use this tense? Demak, biz bu demak zamonni qachon o'rganamiz? Demak, biz bu zamonni rutinalar, tartiblar, kun tartiblari haqida gapirganda, masalan, when do you get out, when do you brush your teeth, when do you sleep, when do you go to school, mana shunaqa narsalarni gapirish uchun biz rutinalar hisoblanadi. Bularda present simple ni ishlatar ekanmiz. The second thing is habits. Habits bu bizda o'zbek tilida odatlar bo'ladi. For example, in the morning I have a habit of drinking a cup of coffee. Demak, har kun ertalab bitta stakan kofe icharkanman, and bu meni odatim hisoblanganda biz present simple ishlatar ekanmiz. Trust and facts. For example, ishonadigan narsalarga odamlarni faktlarga biz misol qilib quyosh sharqdan chiqadi, g'arbga botadi. Faktlarga misol qilib keltiradigan bo'lsak, for example, water freezes at some kind of degree yoki qaynaydi qanaqadir demak graduslarda, shularni misol qilib keltirish mumkin. And the third one is schedules and timetables. Demak, bizda jadvallar hamda timetablelar, ya'ni o'shaqa rejalarni biz ingliz tilida present simple use qilgan holatda ishlatar ekanmiz. Demak, schedulelarda, for example, the train arrives at 6 o'clock. Demak, poyezd soat 6 da jo'nab ketadi. Va bu o'zgarmaydigan timetablega kiritilgan action bo'lgani uchun ham bizda bu present simplega kirar ekan. And the fourth and last one bizda permanent situation. Demak, davomiy, doimiy situatsiyalar. For example, you go to school. It's permanent situation if you're a school student, right? A permanent situation bizda har doim bo'ladigan harakat hodisalar hisoblanar ekan. Xo'p, demak, ko'rib chiqqan bo'lsak, biz aytdik, bu present simple bizda commonly used and we use it to describe daily routines, habits, truths and general facts. So that's all the things, like informations about the present simple, and let's see other structures. Demak, keling hozir sizlar bilan sentence structure, ya'ni gaplarni tuzish strukturalarini ko'rib chiqamiz. As I said before, bizda bu present simple. Let's begin. Birinchisi bizda plus, ya'ni affirmative formda birinchi subject bo'lar ekan. Biz sizlar bilan almashuv mavzusini ham o'tgandik. Pronounlarni bizda subject va verbimizga ses qo'shilib kelar ekan. Agar u he, she, itda turgan bo'lsa, undan keyin bizda object qo'shiladi. And the second form bizda minus negative form ekan. Bunda subject, ya'ni gapni egasi, undan keyin do va does va not, verbni birinchi formi, oddiy formi va object kelar ekan. And the third and last one bizda question formda. Bu yerda question word qo'yar ekanmiz, savol so'zlar, something like what, when, how and do, does qo'yar ekanmiz. Subject va undan keyin verb first form va object qo'yilar ekan. Demak, do, doesni qo'yilishini ko'rib chiqadigan bo'lsak, do, you, we, they ga biz do ishlatar ekanmiz. He, she, itga esa biz doesdan foydalanar ekanmiz. Ya'ni verbga s ni qo'shish ham he, she bo'lganda verbga s qo'shilar ekan. Demak, bularni tushunib olgan bo'lsak, let's do some sentences, I guess. Kelinglar sentence yasab ko'ramiz. So, bizda subject, verb plus ses plus object dedik. For example, I study math. Men ingliz tilini o'qiyman.
keling ikkinchisiga tushib ko'ramiz. Xuddi shu gapni ikkinchi structurega moslab ko'ramiz. I do not study math. Demak, men ingliz tilini, matematikani o'qimayman. And the third one is why do I learn math? Nega men ingliz tilini o'qiyman? Demak, question wordda biz why bilan keltirdik. Demak, bizda keyingi ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan narsalar bular bizda time expressionlar bo'lar ekan. Time expressionlar bu asosiy sizga keywordlar, ya'ni kalit so'zlar vazifasini demak bajaradi. Siz mana shu so'zlar orqali gapning zamoni present simple yoki present simple emasligini bilib olishingiz mumkin. Let's begin. Bizda demak everyday har kuni deb tarjima qilar ekan. For example, I go to school every day. Men maktabga har kuni boraman. And the second one, in the morning, in the evening. Ertalab yoki kechqurun. Demak, bular in predlogi bilan kelar ekan. Keyingisi on Monday, on Tuesday, on Wednesday hafta kunlari bilan bo'lsa bizda on kelar ekan. And the second one is here always. Always bizda har doim deb tarjima qilinadi. For example, I always drink cola after a meal. Men doim ovqatdan keyin kola ichaman deydigan bo'lsak, always bilan keltirar ekanmiz. Usually esa odatda. Okay. Bunga misol qilib keltiradigan bo'lsak, I usually wake up at 6 o'clock, but at the weekends I would wake up at 9. Demak, odatda men soat 6 da turaman, lekin yakshanba kunlari, yakshanba kunlari 9 da ham turishim mumkin. Sometimes bizda ba'zida deb tarjima qilinar ekan. Let's make sentence for this as well. Sometimes I do not do housework. Ba'zida men uy ishlarini qilmayman. Never, hech qachon. Never bizda hech qachon ekan. Yozuvimga e'tibor bermaysizlar. Okay. Never bizda hech qachon. For example, I never meet with someone who doesn't match to me. Men hech qachon to'g'ri kelmaydigan menga odam bilan gaplashmayman deydigan bo'lsak. For example, we use never here. And biz demak present simple tushungan bo'lsak, structurelarni ko'rib chiqdik, keywordlarni ham ko'rib chiqdik. Keling endi daily routine vocabularyni ham ko'rib chiqamiz. Daily routine vocabularyni biz present simple mavzumizga nima aloqador joyi bor deydigan bo'lsangiz, siz mana shu daily routiningizni siz present simple orqali kunlik ish tartibingizni bizga aytib berishingiz mumkin. For example, wake up bizda uyg'onmoq, wake up bizda uyg'onmoq, brush teeth tishlarni yuvmoq, have breakfast demak nonushta qilmoq, go to work or school ishga yoki o'qishga bormoq, have lunch demak tushlik qilmoq, the next one come home uyga qaytmoq, have dinner kechlik qilmoq, kechki ovqat yemoq, go to bed uxlashga yotmoq. Shu kabi bular tarjima qilinar ekan. Demak, o'zingiz tarjimalarini so'zlarning yoniga yozib olasiz. Keyin yana bir marta qaytaramiz. The first one uyg'onmoq bizda wake up. Keyingisi brush teeth tishlarni yuvmoq. Uchinchisi bizda have breakfast nonushta qilmoq. To'rtinchisi bizda go to work, go to school o'qishga ishga bormoq. Have lunch tushlik qilmoq. And the next one is come home uyga kelmoq. And have dinner kechlik yemoq, kech ovqat yemoq. Go to bed demak uxlamoq, uyquga ketmoq. Ma'nolarda tarjima qilinar ekan. Demak, biz sizlar bilan bugun present simple ko'rib chiqdik. Daily routine ga ham vocabularylar oldik. Izohlarda o'z rutiningizni yozib qoldiring. Mana shu vocabularylardan foydalangan holda va tarjimasini ham yozishni esdan chiqarmang. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.